o'tirishga jo'natmayapti-da. Voy, sen ham bor. O'zimiz ruxsat so'raymiz. Aniq o'g'il bola qatnashmaydimi? Yo'q, faqat qizlar o'tiramiz. Mayli. Shom tushguncha qayt. Yes! 95 lar o'tirish nomer 1 bo'lar kerak. ber sado dil ozorman senga xumorman sani telbalarcha sevgan man bo'laman man dil ozorman. Vay, qizlar ich kiyimda boshqacha bo'lib ketadi. Ha, gapirma. Shakarchaymi? Voy, sho'rdalikmi, jerjangaq bash kamatsizlar-ku? Jo'ra jimpircha qo'llov bo'lsa. Hamma pulga bozorlik qilganmisizlar ishqi? Ha, birovda haqini jiydigan bolaga o'xshaymanmi? Senga ham shuni shapkacha oldiqqa jo'ra. Sizlar ham o'tirishga pul berganmisizlar? O, meni uyim-ku, uy bergan pul qo'shmaydi. Men kalon kop kelganman. Jo'ra nima ichyapsizlar? Suv ichasanmi? Mayli. Davay, bos. Va, suving buncha achchiq. Hozir suv ichib kelay. Men ham suv ichib kelay. Suv ichaman, Mahmud pochcham bor ekan. Jo'ra, va shuni suyib ichasan, men nega ran quchoqlayman? Jo'ra nima ichingizdan? Yaxshi boshim aylanyapti-ku. Jo'ralay. Men yana bitta suv ichib kelay. Sadasi ketdi, tamom qurdi. Men ham suv ichib kelay. Nega? Anchadan men seni yaxshi ko'raman-da. Ha, qaynam, hozir akangizga aytaman, siz ham yaxshigina yaxshi ko'rib qo'yadi-da. Men tashlab ketyapsan, Laylo. Chidamayapman. Oy, suv ichsam burnimdan buloq bo'ldi. Obid buncha suv deb iching kuydi. Mana shuncha raya suvlari bor-ku. Tarkibi 100% tabiiy shakar va Yevropa mahsulotlaridan tayyorlangan. O'zi milliy brend, lekin ko'rinishi chist yevropeyskiy. Bayram dasturxoniga vashi zo'r ekan. Shundan ich, zaharxo'r. Qizlar sizlarga ham sovchi kelyapti. Nega kelyapti? Menga ham kelyapti. Meni qusgim kelyapti. Ha, kayfing uchib ketdi. Toza havoga Tashqarida 8 ta katta sinf bolalar turibdi. Shunga kayfim tarqab ketdi. Onang demgirlar. Nigaran baribir o'zim kuzatib qo'yaman. Nigarani o'zim kuzatib qo'yaman. Hech tushunmadim. Mana bolalar maktabni ham bitiryapmiz. Kim katta bo'lsa nima bo'lmoqchi? Men katta bo'lsam, stewardessa bo'laman. Men uchuvchi bo'laman. Men futbolchi bo'laman. Men chiroyli oilaga malikadek kelin bo'laman. Men harbiy bo'laman. Men prokuror bo'laman. Men professor bo'lmoqchiman. Men hokim bo'laman. Qanday orzularimiz bor edi-yu, hayot bizni qayerlarga uloqtirdi. Sizlarni qattiq sog'indim, sinfdoshlarim.